Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Sizlar bilan Yunus Ali va sizlar har doimdek Yunus Ali YouTube kanalidasizlar do'stlar. Sizlar yangi videoni ko'rib turganingiz juda ham xursandman, qadrdonlar. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib qo'yinglar, albatta kommentariya qilib o'z fikringizni yozib qoldirsangiz biz juda ham xursand bo'lgan bo'lamiz qadrdonlar. Agarda sizga ham Grand Mobile o'yiniga donat kerak bo'lsa, pastda qoldirilgan havola orqali o'tib bemalol bizning Yunus Ali marketdan donat qildirishingiz mumkin do'stlar. Do'stlar, Grand Mobile o'yiniga aprel oyini yangilanishi keldi qadrdonlar. Biz bugun sizlar bilan birga shu aprel oyini yangilanishini qadrdonlar sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz do'stlar. Nima haqida va nimalar bo'ladi qadrdonlar. Telegram kanal va guruhimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz qadrdonlar, biz videomizni boshlaymiz. Do'stlar, hozir yo'lda ketyapti, mana shu ajoyib bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Keyin bu nima? Menejer natsional lotereya deyapti. Do'stlar, bo'ldi, tushunarlik. Bu ekranimizning o'yin tomonida ham chiqib turibdi. Bu yerga kelgan bo'lar ekan. Eslar do'stlar, qanday hozir esimdan chiqib qoldi. Nomi nimaligi? Bir shunaqa narsa kelgandi. Video qilganmiz uni qandolar bizga skin yana giga kelgandi. Akalar, biz menga o'zim giga edi. Shu gigaga bizga skin moshinalar berganda qandolar bu ham shunaqa narsa ekan. Men ekranlarda o'yin tomonida ham turibdi do'stlar. Tak, prizы за участие в акции. Aksiyada qatnashish prizlari. Vinil at loto deyapti aka, ya'ni mashinaga skin berar ekan do'stlar. Do'stlar, zapravkaga kirsanglar o'sha vinil bilan qandolar, ya'ni mashinaga skin desak ham bo'ladi, ya'ni o'sha mashinani bilan, ya'ni skini bilan zapravkaga kirsanglar 15% chegirma qilib berar ekan zapravkada. Do'stlar, va уникальный скин на 7 дней получаете 10% к зарплате на нынешний skin deyapti. Bu gigaga o'xshab akalar, bunda ham skin berar ekan va o'sha skinni kiyib ishlab yursangiz qadrdonlar, skin 7 kunga ekan va 10% bizga qo'shib berar ekan zarplata, ya'ni oylik do'stlar. Keyin gift box от Loto deyapti akalar. Ya'ni avtomobil KAMAZ Loto bonus zarplata 20% akalar. Участие kunlik bonuslarda qatnashish, brendированный skin Loto deyapti. Rasmda ko'rib turibsizlar qadrdonlar, qanday qilib prizlarni olish ma'lumot beryapti. Bu yerda pastdagi qatnashish tugmasini ustiga bos deyapti. Ya'ni участвовать акции, выполнить все условия партнера на его странице deyapti va bizni olib kirgan sahifada, ya'ni o'sha partnyorda aytgan shartlarini bajar deyapti. Дождаться проверки условий и забрать приз deyapti. Ya'ni seni qilgan shartlarini bajarganligini tekshirishini kut deyapti va tekshirib olgandan keyin sovg'alaringni ol deyapti akalar. Keyin bo'lmasa biz hozir bu yerdan участвовать aksiyaga bosamiz. Qandolar bir yozib qo'yibdi bizga. Birinchisi skачай приложение deyapti akalar, keyingisi ro'yxatdan o't deyapti akalar. Bu приложениеda keyingisi ya'ni bilet sotib ol deyapti. 4x4. Agar pulli bo'lsa biz hozir tekshirib ko'ramiz, sotib olamiz akalar. Agar pulli bo'lsa, agar qanaqadir bir tekinga yoki bo'lgan bo'lsa, agar sotib olib ko'ramiz. Qani endi ko'ramiz hozir nima bo'lishini. Получи свой gift box deyapti, ya'ni Grand Mobile o'yiniga deyapti. Shans ekan bu akalar. Ya'ni yutib olish shans ekan. Shuni yutib olish shansiga ega bo'l deyapti. Keyin pastdan skачать приложениеni bosamiz. Akalar, mana meni Galaxy Store ga olib kirdi. Ustanavat ustiga bosamiz. Bu yerdan sizga 18 yoshdan kattamisiz deyapti. Da'da bosamiz. Tak, endi shunchaki kutamiz akalar. 80 megabayt ekan bor yo'g'i. Bu yerga yozyapti akalar, biletlar 30 rubldan boshlanar ekan. Rossiya Federatsiyasi Ministrligi tomonidan yaratilgan deyapti akalar. Dalil tugmasiga bosamiz, 30% padarik bular bizga qiziq emas. Keyin пропуск tugmasiga ustiga bosamiz. Demak, bu yerda menimcha faqat Rossiya nomeri bo'lishi kerak ekan. Chunki Rossiya nomeri shekilli, bu yerda faqat 964 nomerimni yozdim o'zimni. Продолжить tugmasining ustiga bosaman, разрешить ustiga bosaman. Hozir bizga SMS kod kelishi kerak. SMS kodni terdim. Endi akalar, bu yerga o'zimizga bitta parol qo'yib ol deyapti. Ya'ni ilovaga kirish uchun deyapti, qo'ydik. Отпечатка qo'ymaymiz akalar, kerak emas. Отпечатка bizga X ga bosamiz. Mana Turkiya tur ekan akalar, mana Turkiya turdan sotib ol degandi bizga. Akalar, bizga hozir qanday qilib sotib olsak bo'ladi? Bu yerda haqiqiy pulga sotib olinar ekan. Ko'ryapsizlar, Turkiyada tur akalar, haqiqiy pulga sotib ol deyapti. Vыбрать ustiga bosib, mana bitta bilet 100 rubl ekan shunda. To'g'rimi? Bu yerda akalar bitta bilet mana 100 rubl ekan, ko'ryapsizlar akalar. Mana pul to'la deyapti akalar.
Demak, akalar, bizga to'g'risi bu narsa umuman kerak emas do'stlar. Demak, ilovani tortib biz, ya'ni pul to'ldirib yurmanglar, qarindoshlar, sizlarga maslahatim. Kerak emas narsa, bunaqa o'yinlar, qimor o'yinlarini o'ynamanglar bolalar, to'g'risi yaxshi emas. Biz dinimizga ham to'g'ri kelmaydi, shariatimizga ham bu narsa. Demak, do'stlar, men o'yinga qaytib kirdim yana. Do'st, bizga emas ekan bu narsa, qadrdonlar. Mana biz hozir ro'yxatdan o'tganimiz uchun qadrdonlar bizga mana hozir mashinaga skin va bizga o'zimizga ham 7 kunga skin berish kerak qadrdonlar. Mana pastdagi gift box atni lotoni akalar, biz hozirgi 30 rubldan akalar 4 ta bilet sotib olsak, o'shunda berar ekan. To'g'risi men bunga pul sarflamadim, qanaqa qimoriga. To'g'risi bu qimorlar biz uchun emas akalar. Sizlarga maslahatim shu. O'sha ro'yxatdan o'tib qo'yinglar akalar, shu bekarga mana prizlarni berar ekan do'stlar. Mana shu prizlarni berishiga qadrdonlar, tepadagi mana mashinaga skin bilan va o'zimiz ustimizga skin berar ekan bekorga. Prosta ilovani tortib ro'yxatdan o'tganimiz uchun. Shuni o'zi bizga yetadi qadrdonlar. Mana pastdagi gift boxlarni akalar, biz u haqiqiy pul solib, hisobimiz to'ldirib, bilet sotib olsak akalar, bizga o'shanda berar ekan. Bu ham omadimiz kelib qolsa ekan qadrdonlar. Lutsa akalar, unaqa qimorlarga berilmaymiz biz xohlasa. Akalar, bu sovg'ani hozir menga berishiga do'stlar, men sizlar bilan birgalikda, ya'ni Telegram kanalida tashlab qo'yaman. O'sha yerda gaplashamiz qadrdonlar. Va bu yerda qadrdonlar bizda buni sizlarga ko'rsatmaganimizda har 2 soatda bizga anaqa mana shunaqa podarkalar berardi qadrdonlar. Buni ham tushuntirib o'taman bir yo'li endi. Bizga aksessuar tushish shansi qadrdonlar bizga 70% ekan. Skinlar tushish foizi 20% ekan shansi. Mashinalar tushish shansi akalar bizga 10% ekan qadrdonlar. Bu yerdan tepadan увеличить shansni bosib biz yoki o'yindagi 1 million rubl pul evaziga 5% qo'shishimiz mumkin ekan qadrdonlar, yoki 150 grand ko'mir sarflab 5% qo'shishimiz mumkin ekan qadrdonlar. Bu har 2 soatda bitta aylantirish, ya'ni shans beradi qadrdonlar. Har 2 soat o'yinda bo'lganingiz uchun menda 4 ta aylantirish bor. Sizlarga ko'rsataman deb ochmagandim qadrdonlar. Qani bismillah deb bittasini ochamiz. Bizga aksessuar beryapti qadrdonlar, ya'ni zelený luk, ko'k piyoz. Olamiz buni zapravka bosib. Qani yana bitta akalar, bu bizga skin beryapti. Ricardo Mills degan skin. Yaxshi, uchinchisini ochamiz. Mashina tushdi deb o'yladim men. Ishlar beribdi. 4-tinchisi. Yana mana shu skindan beryapti qadrdonlar. Xuddi shunday qilib har 2 soatda tekinga olsanglar bo'ladi qadrdonlar. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Do'stlar, mana videomiz ham yakunlandi qadrdonlar. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar qadrdonlar. Albatta Telegram kanal, Telegram guruhiga obuna bo'lib qo'yishga esdan chiqarmanglar. Menga skin bilan mashinani berishiga qadrdonlar men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman bolalar. Joninglar sog' bo'lsin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.